Yoshlar jamiyatning eng faol va tashabbuskor qatlamidir. Ularning g'oyalari, orzu-intilishlari qo'llab-quvvatlansa, jamiyat yanada rivojlanadi. Shu maqsadda har yili o'tkaziladigan yoshlar forumi bugungi kunda yurtimiz bo'ylab keng ko'lamda davom etmoqda. Xususan, Qoraqalpog'iston Respublikasining Bo'zatov tumanida forum doirasida turli tadbirlar o'tkazildi. Jarayonlar haqida muxbirimiz Aydana Allambergenova batafsil hikoya qiladi. Yoshlar forumi 2025 Bo'zatov tumani birinchilaridan bo'lib, forum doirasidagi qator tadbirlarga mezbonlik qildi. Mana bugun Bo'zatov rayoni yoshlari uchun juda bir ulkan bayram bo'lib hisoblanadi. Ya'ni Bo'zatov forumi 2025 bayram o'tkazilmoqda. Bu bayramda o'tkazilgan tekarg'a maqsad 2024-yil davomida yilning eng belsenli yoshlarini silqlab bo'lib hisoblanadi. Bugungi forum juda ko'tarinki ruhda bo'lib o'tmoqda. Ya'ni Bo'zatov rayoni hokimi mening yoshlar shurasi de bayram bag'darlamalari bilan davom etmoqda. Bundan so'ng forum doirasida sportning voleybol turi bo'yicha musobaqa tashkil etildi. Unda asosiy ishtirokchilar esa qizlar bo'ldi. Bugun Bo'zatov rayonimizda Bo'zatov 2025 yoshlar forumi shengberinde sportning voleybol turining qizlar arasida ichki ishlar bo'lim boshlig'ining kubogi uchun jarys o'tkazilmoqda. Bu jarysga mahallalardan komandalar qatnashmoqda. Jarys yuqori ruhda ko'tarinki darajada o'tmoqda. Sardorlar forumi forum doirasida maktab o'quvchilari orasida o'tkazilgan tadbir haqiqiy qobiliyat va bilim egalarini o'z bag'riga qamray oldi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Bu seminarda ko'plagan narsalarni o'rgandik hamda tajriba orttirdik deb ayta olaman. Misoli, ibrat farzandlari, mutolaa atli programmalar haqida ko'plagan tushunliklarga ega bo'ldik. Hamda bu tajribalarni boshqalarga o'rgatishimiz haqida aytib o'tdi. Bu tajribalarni alganimizdan juda quvonchimiz hamda жұмыс barasida ko'p qo'llanamiz deb ayta olaman. Forum yakunida o'tkazilgan barcha tadbir musobaqalarda g'oliblikni qo'lga kiritgan, shuningdek, faol ishtirok etganlar mukofotlandi. Bundan so'ng yoshlarga gala konsert qo'yib berildi. Aydana Allambergenova, Ali Xudoyberdiyev, Qoraqalpog'istondan.